Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ajoyib bir nasihat qilgan ekanlar. Man qara'a ayatal kursiy dubra kulli salatin maktubatin kana allazi yatawalla qabla ruhihi zil jalali wal ikrom. Ayatal kursiyni o'qiyotgan odam namozdan keyin, farz namozlardan keyin mana o'qiyapmiz-ku, bomdoddan keyin dur peshinda mana hamma namozdan keyin ayatal kursiyni o'qib nima qilamiz? Allohga duo qilamiz. Shunaqa odatlanayotgan odamni jon beradigan vaqtida Alloh jalla va ala o'zi olar ekan jon. O'zi odatda kim olardi? Azroil alayhissalom olardi. Yo, bu bandam ayatal kursiyni o'qigan. Azroil sen chekkaga chiqib tur. Men o'z bandamni jonini o'zim olaman dedi. Alloh nasib qilsin. Qanaqa qilib o'qimaysiz endi? Qanaqa qilib 5 vaqt namozdan keyin hamma ish qolsin, ayatal kursiy o'qilsin deysiz-da. Muhabbat shunaqa bo'lish kerak. Man qara'a ayatal kursiy marratan wahidatan sarafalloh